Umid ukam. Senga zo'r sovg'a bor. Qarasan so'ragandagi telefon oldim. Yo'q, iPhone 7 Pro Max. Akajon, rahmat. Qani. Yomon xursand bo'ldim. Ukam, ishingiz asqotsa bo'ldi. Aka? Ha? Xotirasi kam-ku buni. Kattaroq odam olmadingizmi? Nima bu bo'lmaydimi? Shuncha pul sarflab olgan narsangizni qarang. Dadam bo'lganlarida zo'rini olib berardilar. Nima? Shunda bu kerak emasmi? Nima qilaman buni? Menga qara. Bilasanmi, seni xursand qilaman deb. Mana shu telefonni olish uchun 6,5 oy pul yig'dim. Chet eldagi og'aynimdan ham qarz oldim. Hatto qo'shnimiz Abdulhaydan ham qarz oldim. Yetmaganiga telefonimni sotib qo'shdim. Takasaltang, uylanadigan yoshga yetding. Sen shu yoshga kirib nimani qo'yil qilding? Yana kam deysan buni? Darajang qatta qanaqa bir rozi qiling. Qanaqa odamsan o'zi? Ha? Ey! Ko'chada abet qilmasdan shuni pulini ham mashina to'qing uchun yig'dim. Men ham shuni aytibman-da, aka. Shuncha pul sarflab olgan narsangizni qarang. Siz sana baribir rozi qilmas ekan. Senga beraymi yoki bolalarimga yediraymi? Aka, sen orzularingga beraymi yoki o'zimga qilaymi? Yo oilami boqaymi? Nima qilay? Aka, sizni hech ham bunaqa ahvolda ko'rmagandim. Hozir nima deb ketdi sizga tushunmayapman. Har doim shunaqa gaplashamiz-ku. Sen otamni o'rtaga qo'yding. Rahmatli dadam tirik bo'lganlarida oldingda bunchalik xor bo'lib qolmasdim. Terib ola qoling. Tegma. Qo'lingni sindiraman. Xo'p, shu joyda yotadi. Har ko'rganingda senga eslatma bo'lsin. Aka, shuncha pul isrof bo'ldi-yu. Nima? Mana 6,5 oylik umrim isrof bo'lmadimi? Keyingi bolalarimning rizqi isrof bo'lmadimi? Dadamning ishonchi isrof bo'lmadimi? Vasiyati isrof bo'lmadimi? Ey, xohlasang, mana shu uyni senga tashlab chiqib ketaman. Lekin sen meni tinch ishlasin.